Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilarimiz. Bizda Toshkent shahridan Moskva shahrining Katinlik metrosigacha bo'lgan yo'nalishda qulay avtobus reyslarimiz amalga oshirilmoqda. Avtobuslarimiz har seshanba hamda juma kunlari soat 18:00 da Toshkent avtovokzalidan yo'lga chiqib ketadi. Bundan tashqari avtobusimizda sizga kerakli bo'lgan qulay shart-sharoitlar ham mavjud. Bularga qishda va yozda ishlaydigan konditsionerlar, zaryadchik uchun moslangan qo'shimcha apparatlar hamda eng asosiysi o'zingiz bilan 50 kilogrammdan 60 kilogrammgacha bo'lgan yuklarni olib borishingiz mumkin. Bundan tashqari bizda hozirda Telegram, Instagram, YouTube, Facebook kabi ijtimoiy tarmoqlardagi kanallarimiz ham ishlab turibdi. Agar sizda qo'shimcha savol yoki murojaatlaringiz bo'lsa, bizga ijtimoiy tarmoqlar orqali murojaat qilishingiz ham mumkin. Agar sizga ham ishonchli narxda ishonchli biletlar kerak bo'lsa, ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling va o'z joyingizni band qiling.